hurmatli yig'ilish qatnashchilari, biz Xalq banki Sharxon BXM kichik biznes bo'limi xodimimiz. Hozirgi sizlarga tushuntiradigan narsamiz asosan bankimizdan chiqayotgan mahsulotlarimiz. Mahsulot deymizda endi. Ya'ni to'g'ri internet tarmoqlarida, shu bankimiz o'zining rasmiy saytlarida bu to'g'risida tushunchalar yo ma'lumotlar berilyapti. Endi kimdir buni o'qiydi, o'qimaydi. Hozir asosiy nimamiz shu savol murojaatlarimiz kredit bo'yicha, kredit Xalq banki berilgan kreditlarimiz. Xo'p, kreditlar turlarini tanishtirib o'taman. Birinchisi jismoniy shaxslarga berilgan kreditlarimiz. Bu o'zini o'zi band qilgan fuqarolarga 100 milliongacha berilgan kreditlarimiz. Ya'ni bundan mijozda katim kredit tarifi ko'riladi va o'zini o'zi band qiladi, keyin garov evaziga berilgan kreditimiz. Bu kreditimiz maqsadsiz deyiladi. Buni plastik kartaga tushirib beramiz. Ishlatilaveradi. Jismoniy shaxslarga 100 milliongacha, agar YTT yuridik mijozlarimizga 300 milliongacha beriladi. YTT yuridik mijozlarimizga